Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro va tadbirkorlar. Navbatdagi boshliq bilan tadbirkorlar uchrashuvimizni boshladik. Hozircha shu 5 ta murojaatchi tushgan, shu 5 bilan gaplashdik boshliq, keyin yana davom etaveradi. Birinchisi shu YATT Duyani oyoqdagi 100 millionlik so'rab murojaat qilishgandi. Va savdo sotilar? Yo'q, savdo emas. Ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish. Nima ishlab chiqarasiz? Don mahsulotlarni maydalab yem qilib sotamiz. Hozir sizga biz 100 million kirib ishchi o'rni bo'ladimi? Xohlasa bo'ladi. O'sha yangi uskunalarni olib kelib, 2-3 ta ishchi o'rnini iloji boricha yaratamiz. Yaxshi, keyin aholiga ham qulaylik bo'ladimi? Qulaylik albatta bo'ladi. Boshqa qishloqlarga olib mahsulot olganda o'zimizdan olinadi. Arzonroq ham bo'ladimi qolganida? 10%, 15%. Misol boshqa borib kelyapti. Unda yo'lkira narx qo'shilishi mumkin. Yoki masalan qandaydir qo'shimchalar qo'shiladi endi. Shunga arzonroq bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha mahallaga bo'lsam? Ha, albatta bo'ladi. Yaxshi, sizga biz 100 million 212 sonli qarordan kelib chiqarib beramiz. Faqat uni maqsadli foydalanasiz, keyin to'lovlar masalasida ham oyma-oy to'lashga va'da berasiz. Muammo kelib chiqmasin. Sababi sizga bergan pulimizdan oyma qaytaganda sizdan keyingi odamlarga ham biz resursni qilib chiqarib berishimiz kerak. Keyin kreditlarimiz muammo chiqmasligi kerak. Bo'ldi, harakat qilamiz. Keyingi ishtirokchimiz Ilhom Xudoyberdiga va mahalla lug'asidan olishyapti ular. O'zini band qilib, o'zi ish o'rni yaratiladi. Bo'ldi. Keyingisi Muhammadjon Azliyaga chorvachilikka olishyapti ular. O'zi uyda chorva boqamidami? Boqardi. Endi shuni kattalashtirmoqchimiz. Proyekt kattalashtirib. Bo'rdoqigami yo siyirma yo'nalishi? Yo'q, katta namoz. Bo'rdoqiganda. Yaxshi, voqea mana hozir go'shtlarimiz narxi oshyapti. Shu siz yo'shigan odamlar ko'paysa tadbirkorlarimiz go'shtlarning narxi tushadi. Iste'molda hamma yoq baribir endi go'sht bilan bog'liq bo'lib qoldi. Bo'ldi, sizga yordam beramiz. Keyingi yilda kengaytirsangiz, kattaroq ko'tarib beramiz. Katta ochasiz, 1 milliardgacha kirib berishimiz mumkin. Keyingi Nabiyomat opa, ular tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 7 million olishyapti. Bu opalar sizlarga qilib beramiz. Endi tikuvchilik ham baribir kerak. Hech bo'lmagan taqdirda o'sha o'zingizni atrofingizdagi mahallani, o'sha qishloqlarni ta'minlab turishingiz ham katta yordam bo'ladi hammamizga. Alloma va Jamila qo'y ham 17 million so'm olishyapti tikuvchilikka. Bo'ldi, sizga ham shu gap. Bo'ldi, faqat sizlardan bitta iltimos, olingan kreditni maqsadli foydalanasizlar, o'sha to'lovlarni vaqtida qilasizlar hammalaring. Qanaqa muammo bo'lsa shu bank orqali bitadigan hammasini bitirib beramiz qonun darajasida. Kelgusida ham biz sizlar bilan bil o'sha mana kredit orqasida emas, bu bank orqali qanaqa hamkorlik bo'lsa, sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyor agaraman. Eshigimiz har doim ochiq sizlarga. Qanaqa holatda bo'lsa ham, o'sha bir sizga moddiy yordam kerak bo'lsa, kelasizlar, o'sha sizlar o'rganib chiqib, sizlar tadbirkorlaring bo'lsa, boshqa bir yo'llaringga qilayotgan ishlaringga biz yordam beramiz. Kredit orqali yoki masalan oddiy maslahat orqali kelsalardan bo'ladi. Shunaqa qilmoqchiman desalaring, biz endi qo'limizda mingdan ortiq tadbirkor bor yurtda ekan. Shularda maslahatlashib yoki masalan sizlarga bir ustoz sifatida kimnidir tavsiya qilishimiz mumkin. Shu orqali bir ishlaring bitib qolishi mumkin hammalaring. Yangi boshlayotgan tadbirkorlik, misol uchun bitta yo'lda tadbirkorlik boshlayapti, sizda uni tajribangiz yo'q. Biz sizga shuni kelsangiz, tajribali bir tadbirkorga bog'lab beramiz, shu sizga ustoz sifatida o'rgatadi. Endi ular yo'llar bosib o'tgan, qanchadir xato qilgan xatolarni sizga xato qildirmanglar, bunaqa bo'ladi deb aytadi. Qo'yingki, xullas sizga foyda bo'ladi. Bo'ldi, hammalaringga rahmat. Har doim sizlar bilan aloqadamiz. Sog' bo'linglar.